Ko'pchilik ota-onalar bolani boshi qiyshayganini faqat estetik muammo deb o'ylaydi. Lekin bu faqat tashqi ko'rinishiga ta'sir qilmaydi. Bosh deformatsiyasi kuchayib ketsa, bu quloq joylashuvi o'zgarishiga, jah noto'g'ri o'sishiga, ko'z va yuz asimetriyasiga sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana bu bemorimizda 10 tarafli asimetrik braketsefaliya deformatsiyasi bor edi. Ko'rib turganingizdek, 10 tarafida peshonasi oldiga surilib qolgan edi. 5,5 oyligida shlem terapiyani boshlab va 3 oy davomida mana bu chiroyli natijalarga erishdik. Ko'rib turganingizdek, yuz asimetriyasi minimal sezilmaydigan darajaga keldi. Bu bemorimizda esa chap tarafli plagiotsefaliya sababli chap qulog'i oldiga surilib qolgan edi. 6 oyligida shlem terapiyani boshlab va 2 oy davomida bosh shakli mana bu chiroyli holatiga keldi. Ko'rib turganingizdek, quloq asimetrik joylashuvi ham o'z normasiga qaytdi. Shu uchun bu muammoni erta aniqlab va davolashni erta boshlash juda ham muhim. Agar siz ham farzandingiz bosh shaklida o'zgarishlar sezgan bo'lsangiz, Neocentr klinikamizga murojaat qiling.